Uzoq kutilgan hamda ancha joyda shov-shuv bo'lgan Ariza 8 gibriddan ham bugun sizlar bilan qisqacha obzor qilamiz. Ariza 8 gibrid modelimiz bu Chery oilasida imini biznes sedan hisoblanadi hamda premium klassga ega bo'lgan avtomashina hisobiga kiradi. Bu mashinamiz futuristik dizayn bilan imini ishlangan, o'zgacha podxod qilishgan. Bu yerda faralari keladigan bo'lsa LED optikalar bilan jihozlangan hamda anchagina jerskiy vidga ega bo'lgan avtomashina hisoblanadi. Xo'p, radiatorlarimizga keladigan bo'lsak, radiatorlarimiz ham juda ham chiroyli qilib dizaynda ishlangan bo'lib, katta ham emas hamda bu yerda radiatorga havo kirish uchun joylar tashab ketilgan. Yon tarafidan keladigan bo'lsak, diska ballonlaringizga ahamiyat bersak bo'ladi. Diskalari ham ikki xil akrasda, ya'ni o'sha qora bilan imina shlifovka qilingan metalik rangda va ballonlarimiz как положено 50 ming 60 ming kilometr yuraveradigan ballonlar hisoblanadi. Ya'ni siz mashinani xarid qilib, borib ballonlarni alishtirib yurmaysiz. Juda ham yumshoq hamda podveskalar независимый bo'lib, orqalari многоречажный hisoblanadi. Aynan O'zbekiston bozori uchun mo'ljallangan avtomashina hisoblanadi. Bakoylarimizga keladigan bo'lsak, bakoylarimiz ingichka qilib ishlangan. Bu qaytaruvchan bakoy hisoblanadi. Hamda yonlariga keladigan bo'lsak, yonlarimiz besключевой достуp bilan jihozlangan. Bu sizga albatta qulaylik beradi. Salon interyeriga keladigan bo'lsak, tashqi tomonidan juda ham chiroyli ishlangan sabab ichkarini ham esdan chiqarishmagan. Bu yerda abduf abagreiflari bor. Sidenlarimiz plavish hisoblanadi hamda elektron sozlanmalari aynan eshikni kartalarida bo'ladi. Xo'p, siz yoqtirgan panorama lyuk ham bu yerda mavjud. Ichkariga o'tirgan payt buni ham ko'rib chiqamiz, aynan sizlar bilan. Hamda orqalariga keladigan bo'lsak, menga yoqqan tarafi bu yerda borti yo'q. Ya'ni bilasiz, ko'p mashinalarda sedan mashinada o'rtasida borti bo'ladi. Bu yerda borti bo'lmaydi, tekis o'tgan hamda bemalol 3 kishi mazza qilib harakatlanib ketsanglar bo'ladi. Orqalarida ham albatta podograflari mavjud. Orqa ko'rinishga keladigan bo'lsak, chiroyli dizaynda orqalari ham ishlangan. O'zingiz ko'rib tushishingiz mumkin. Bu yerda mono qosh bilan jihozlangan. Bu hozirgi kunda zamon talabi desak ham bo'ladi, futuristik dizaynga ega. Ariza 8 gibridimiz bu plug-in gibrid hisoblanadi. Bu sizga ya'ni nima beradi? Yoqilg'ini birinchi o'rinda tejamkorligini ta'minlab berib, shahar ichida deta 3,5-4 litrgacha yoqilg'i sarf qilasiz. Xo'p, yukxona hajmiga keladigan bo'lsa, yukxona hajmimiz anchagina keng, bu yerda uzunasiga ham ketgan, ham chuqurligi ham anchagina chuqur. Bu yerda nimalar qo'yilgan desanglar, aytib o'tamiz, bu imенно ballonimiz uchun agar biror qorxol bo'lsa, ballonimizni o'sha joyini o'zida to'ldirib, ya'ni bu noxush situatsiyalarga tushsanglar, ya'ni o'zini to'ldirib harakat davom ettirsanglar bo'ladi, ближайший o'sha vulkanizatsiyagacha. Hamda o'zini znaklari bu yerda bor, o'sha uchburchak va bukserlari mavjud. Xo'p, o'zini komplektda bu yerda 7 kilovatlik zaryadka chiqadi. Bu zaryadkamiz sizga nima beradi? Uy sharoitida bemalol mashinani kechki payt zaryadka qo'yib, bemalol tokda ham harakatlansangiz bo'ladi. Shahar ichida 125 km standarti bo'yicha imina ko'rsatkich berilgan. Bizning sharoitimizda 100 kilometrgacha masofani bosib o'tsangiz bo'ladi bemalol. Nimaga aynan Ariza 8 gibridimizni premium klassdagi mashina deb aytib o'tdim? Buni uzunligiga keladigan bo'lsak, 4780 metrni tashkil qiladi hamda premium klassga kiradi. Xo'p, biznes klass mashinamizga keladigan bo'lsak, o'sha ballonlarni ko'rishingiz mumkin, ikki xil rangda bo'yalgan dedim. Hamda ichkarilarda sizni kutib oladi mashinaning sideniyalari, ya'ni plavish sideniya deb ataladi. Xo'p, mashinaga o'tirib, bemalol joylashib olganingizdan keyin eshigingizni yopishingiz bilan bu yerda sideniya o'zi ko'tarilib kelgandan keyin siz harakatni davom ettirsangiz bo'ladi. Aytgancha, bu mashinamizda start stop knopkasi yo'q. Bu to'liq bezopasnost jihati bo'yicha olingani hisobiga bu yerda siz remenni taqqaningizdan keyin albatta harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Ungacha mashina joyidan qo'zg'almaydi. Bu mashinamizni imini xavfsizlik jihati bilan keladigan bo'lsak, mashinamizda hozirgi paytda Chery brendida bo'lmagan, ya'ni podushka bezopasnostlari qo'yilgan. Ya'ni bundan oldingi 8 Pro Max da 9 ta bo'lsa, Ariza 8 gibridimizda o'zi 10 ta xavfsizlik yostiqchalari qo'yilgan bo'ladi. Xo'p, mashinamizda 12 ta akustika bilan jihozlangan Sony premialniy dinamiklari bor. Bu siz harakatlanib ketayotgan paytingizda sizga komfort bag'ishlaydi hamda
o'zingizni erkin his qilib, mazza qilib, ashularni eshitib, uzoq yo'lda harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Mashinamizning ichki dizayniga keladigan bo'lsak, bu yerda ikkita monitor joylashgan bo'lib, birinchisi bortovoy kompyuter imini, ya'ni siz harakatlanish uchun qulaylik bo'lgan narsalarni ko'rsatib o'tiradi, hamda bu yerda ikkinchi monitorimiz bu sizga multimedia uchun javob beradi. 12.3 dyuymdan jihozlangan ikkala monitor ham sizga harakat davomingizda qulaylik olib keladi. Xo'p, mashinamizda imini bortovoy kompyuterida bu yerda navigatorlari ham bor, hamda mashinamiz 5 xil rejimda harakatlanadi va buni siz nastroy qilib temalarida ham ko'rsangiz bo'ladi. Mashinamizning rejimlariga keladigan bo'lsak, bu yerda EV, HEV, ya'ni o'sha gibrid sistemasi hamda standart, eco va sport imini rejimlari mavjud. Xo'p, mashinamiz ikki qator iqlim nazorati bilan jihozlangan. Undan tashqari mashinamizda o'sha aytib o'tganimdek eko ko'rjalar bilan jihozlangan bo'lib, perforatsiya qilingan holatida abduf sistemasini qo'shsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa abagrev sistemasini ham qo'shsangiz bo'ladi. Mashinamizning lyukiga keladigan bo'lsak, bu yerda lyuki anchagina katta hamda xohlagan tartibingizda buni nastroy qilib harakat davom ettirsangiz bo'ladi. Xohlasangiz даже shtorkalarni ham yopib qo'ysangiz bo'ladi. Rulimizga keladigan bo'lsak, rulimiz multifunksional hisoblanadi. Bu yerda hamma qulayliklar siz uchun bor va albatta rulimizda abagrev ham mavjud. Xo'p, upravlение uchun bu yerda multimedia uchun o'ng tarafda joylashgan, hamda sistema ADAS, ya'ni o'sha xavf-xatarni sezib uni oldini olish uchun chap tarafda tugmalari mavjud. Bu sensorni qilib ishlangan, mazza qilib siz harakat davomida ishlatib ketsangiz bo'ladi. Barlarga keladigan bo'lsak, barlarimiz ham anchagina keng qilib ishlangan. Bu yerda bemalol 2 kishi qo'yib, qo'lini harakatlanib ketsa bo'ladi. Hamda bespроводный zaryadka uchun joy ham mavjud va qo'shimcha telefoningiz uchun ham bu yerda joyi mavjud bo'ladi. Ikkita podstakanimiz bor. Podstakanimiz ham bu yerda любой hajmda sig'diradi o'ziga. Hamda men bu yerda o'zingizda dokumentlaringiz uchun, ya'ni pasport, prava va ID kartalar uchun joy ham tashlab ketilgan. Barlarimizning kengligini ko'rsak bo'ladi, anchagina keng hisoblanadi va sizga bu qulaylik keladi. Mashinamizning orqa tarafiga o'tiradigan bo'lsak, anchagina keng qilib ishlangan. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Oldida men anchagina o'zimni qulay his qilganim sabab orqada ham ko'rib turibsiz o'zingiz qancha joy borligini. Xo'p, mana pastki qismiga men to'xtalib o'tdim. Hali bu yerda o'sha borti qilib meni ishlanmagan. Bu yerda bemalol o'rtada ham harakatlanib ketsangiz bo'ladi. Sizning oyog'ingiz tepaga ham, pastga ham tushib qolmaydi. Standart o'sha 3 kishi mazza qilib ketsa bo'ladi. Xo'p. Bu yoqda bizda podlokotnikimiz mavjud. Podlokotnikimiz ham agarda 2 kishi harakatlanib ketsangiz, sizga qulaylik olib keladi. Bemalol o'z ichimliklaringizni muzdek qilib ichib ketsangiz bo'ladi. Kapot ostiga keladigan bo'lsak, mashinamizda 347 ta ot kuchiga ega bo'lgan haqiqiy ot kuchlari mavjud hamda 1.5 turbinada bu gibrid tizimida 0 dan 100 gacha 7.3 sekundni tashkil qiladi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu mashinamiz 2 xil komplektatsiyada mavjud. 344 million 900 ga 364 million 900 ni tashkil qiladi. Sizni to'lov uslublaringiz naqd, avtokredit, avtolizing, перечисление hamda рассрочка orqali xarid qilsangiz bo'ladi. Рассрочкani kompaniyamiz orqali imini rasmiylashtirib beramiz. Agarda siz aynan Arizo 8 gibrid mashinamizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Cherry Sergeli afsoniga obuna bo'ling hamda bundan keyingi mashinani qaysi birini ko'rmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada albatta yozib o'tib keting.